Xo'p. Birinchi masalani boshlanishidan ko'p narsa hal bo'lgan. 41da. Chunki aytayaptiki, malyar va foiz konsentratsiyasi teng bo'lgan kalsiy bramid deyapti. Kalsiy bramidni qaranglar, mana shuni topib ketaman. Xo'p, kalsiy bramid. Xo'p. Zichlik degani massani hajmga bo'lish. Malyar degani molni hajmga bo'lish. Mana umumiylik bor. Faqat bu yerda mingga bo'lish kerak. Bu yerda mingga shart emas. Demak, millilitr o'zini olib ketaveraman. Ya'ni qandoq? Xo'p, eritma massasi. Eritma massasini 200 gram berganmi? Xo'p, hajmini x deyman. Buni x taqsim 1000 deyman. Molini y deb turaman. Shunda bu nima bo'ladi? 200 taqsim x barobar 1000 y, chunki bu tepa bo'ladi, tashqi xat x la bir tarafda bo'lgan uchun qisqarib ketyapti. 1000 y barobar 200 mi 300 deydi ya mana shu. 300 gram edi masala shartida. 300 gram bo'lsa y barobar 0.3 mol chiqyapti. Masalani boshlanishi shu yerdan. Keyin aytayapti, birinchi gapi. Teng bo'lgan kalsiy bramid eritmasiga 200 gram natriy ortofosfat. Xo'p, demak, kalsiy bramidga natriy ortofosfat qo'shilsa, xo'p, kalsiy fosfat ovozini o'chir. Og'zingda nosing bo'lsa ham mendan baland chiqadi. 300 ni 1000 ga bo'lib o'raman. Bitta 1000 ga. Ha, endi men buni oldiga 2 qo'yaman, ana 3 qo'yaman. Hop. Bu ketyapti. Demak, men 0.3ligini bilaman. Bu 3, bu 2. Menga mashina emeri kerak. Qaranglar. 95 2 ga bitirsam 190, 40 ta 40 kara 3 120, demak qo'shsam 310. Nimaga kerak? Oxirida kerak-da bu narsa. Hop, topib ketsam 31 bo'ladi. Keyin 6 mol. Demak, topsam 0.6 ekan. Xo'p, 200 gram eritmalar qo'shildi. Natijada tarkibida tuzning yagonasi bo'lgan. Demak, bu yerda natriy ortofosfat yoki kalsiy bramid ortib qolmagan degani. Xo'p, ushbu eritmada brom ionlarini to'liq cho'ktirish uchun deyapti. Demak, natriy bramidni aytayapti. Natriy bramidni cho'ktirish uchun kumush nitrat sarflanyaptimi? Xo'p, demak, bu yerda natriy nitrat plus kumush bramid hosil bo'lyapti. Qanaqa rangga cho'kmaydi? Sarg'ish. Uni aytayapti, foiz bilan malyarga nisbati 3.6. Xo'p, qaranglar. Bu 0.6ligini bilaman, demak bu ham 0.6 mol sarflanadi. Shuni o'zidan topib ketsam bo'ladi mana shuni 3.6 ni. Chunki menda 1.6 molligi aniq. Xo'p. Endi foiz degani nima degani? Foiz degani tuzni eritmay bo'l, ko'paytir 100 degani. Malyar degani molni hajmga bo'l, ko'p faqat men buni 1000 ga bo'lib olishim kerak. Millilitrda bo'lganda. 3.6 ekan. Xo'p, menda tuzni molni bilamanmi? Da, bilaman. Ya'ni bu 0.6. Hajmni bilmayman hozircha. Shuni x deb turaman. Xo'p. Eritma massasini bilamanmi? Eritma massasini? Xo'p. Natijada yagona tuz saqlagan. Men bitta 862 deyapti-yu, 3 dan topaman. Ya'ni olib tursin. Bu ya'ni men bitta 300 gramimga 200 gram qo'shilgan, unga yana qanchadir gram qo'shilgan, keyin undan men bitta birinchi nima chiqib ketdi? Kalsiy fosfat 31 ayiraman, men bitta kumush bramid chiqib ketyapti. Kumush bramid temiri 108 ga 80, 188 bo'ladimi? 1 deb turib buni massasini topsam? Ha. 112 8. Uni ham ayib tashsam, 112 8. Shundan 800 da 56 butun 2 chiqish kerak ekan. X ni chiqadi men bu yerga qo'sh. Rona 500 chiqadimi? Da. Endi bu eritmani massasi. Eritmani massasi bu. Asanda endi molin kumush nitrating. Ya'ni 0.6 ko'paytirib 170 mi?
Shu 13'u 6 ekan. Mana bu yerda ko'paytirib 100 ham bor. Endi Shaharjon, sendan nimani so'rayapti? Hajmni. To'g'rimi? Qo'shilgan eritma hajmini. Endi topsang, mana bilan mana ketadi. 0,6 bilan 0,6 ketadi. Xo'p. 17 ha? Ha, x'im shundan 0,4 chiqadi. 0,4 degani bu 400 ml degani. Nima Sana xatoing eritma massasini olib ketib qo'yganing. Boya. Eritma bor edi, unga eritma qo'shilgan. Qo'shilgan eritma qo'shib tetratilaydi. O'sha eritma millilitrini so'raydi. Hajmi. Ha, mana 500 nima chiqyapti senda? Eritmaning massasimi, hajmimi? Gapir. Tushunding? Sen 500 gram eritma olib qo'ygansan. Erta hajm so'ralgan. Farqi bor-ku. Men buni oxirigacha qisqartirib tushuntirmadim. Yo tushuntiraymi? Tushuntiraymi? Bo'lsa o'chiraman. Xo'p, boshdan o'chiraman. Xo'p. 0,6 ko'paytirib 170 taqsim 500 taqsim 0,6 taqsim x shu 13,6 ekan. Birinchi buni ichki xatli tashqi xatli qilib olaman. 0,6 ko'paytirib 170 ko'paytirib x taqsim 500 mana ko'paytirib 100 ham bor foizda, to'g'rimi? Shuning uchun ko'paytirib 100 ham bo'ladi. Taqsim 0 ko'paytirib 0,6 bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, kimdir onasi. Xo'p. Teng 13,6. Endi mana bu yerda ikkita 0 bilan mana bu ikkita 0, 0,6 bilan 0,6, endi 170 ni 5 ga bo'lish qilyapti. Yoki bunday qarang. 170 ko'paytirib x barobar 13,6 ko'paytirib 5 qilib oling. Shunda baribir mana buni bo'lish bo'ladi-da. Yoki mana bo'lib o'rgan yaxshiroq 34 bo'ladi shunda. Bo'ldimi? 0,4 chiqqanini tushundingizmi? Bo'ldi. Chunki mana bu ikki javobga olsa, yo'q, o'zingizlar qilasizlar. Bo'ldi. Qo'yallaga. Nima deyman? Qo'yalla, alo. Xo'p, endi ushbu eritma foiz. Endi suv topish qaranglar. Suv topish bo'lsa, mana bu 0,6 mol, to'g'rimi? 0,6 ni ko'paytirib 85 ga o'sha narsami 608 foizli qolsin deyapti. Men 100% ni topishim kerak. Buni 10 topaman. Topsam, bu yerda nima qisqargan joyi bor? 750? Qisqargan joyi bor bu yerda ham. Xo'p, 750 bo'lsa, menda qancha edi eritmam? 856 butun 2 mida? Undan 750 gram qolibdi-da. Chunki natriy nitratni elektroliz qilsam, faqat suv elektrolizga uchraydi, to'g'rimi? Endi necha bo'lyapti? 106 butun 2. Bu necha mol suv degani? Rona, to'g'rimi? 509 ni rona beryapti. Endi ko'p narsani mana shundan ishlab ketsam bo'ladi. Birinchidan 509 farad topib ketsam, 5,9 farad bo'lsa, 5,9 ni 2 ga ko'paytirarmidim? Xo'p, keyin 5,26 amper ko'paytiraman 2 soatda degani uchun 2608. Endi bu yerda x'im necha qoladi? 59 chiqadimi? Ha? Bo'ldi. Demak 59 soat elektroliz qilingan ekan. Chunki 3 ta shuni so'ralgan. Yana nima? Qo'shilgan nitrat oksidati hajmi topdim, buni topdim, is gazi va boshqa. Endi vodorodga o'tamiz. 5,9 gram 9 mol suvdan 509 vodorod olinadi, to'g'rimi? 509 dan ekamalar chiqadi-ku bu yerda. Demak, sistema is gazi plus 2 ta vodorod chiqadi, CH3OH. Dastlabki reaksiya kirishga muvozanat. Buni bilmayman. Shuni so'rayapti dastlabkisini. Aytgan sistemada bu 1,7, demak bu 3,4, bu 1,7 bo'ladi. Dastlabki vodorod 5,9. Kimlardir 0,6 chiqargan? Kimlardir ko'rdim. Mana shu narsa xato edi. 2,5 qolganini x deb turaman.
Demak, konstantam 0,04 bo'lsa, 1,7 ko'paytirib 2,5 ni kvadratga ko'paytirib x. X topsam nech chiqdi? 608. Mendan dastlabkini so'radi. Demak, bu 805 bo'ladi. Ya'ni mana shu topilgan. Kimdir qilayotganlarda agar topsa shuni, men noqul dumaloq qilib qo'ysin. Xo'pmi? Men bunga qarab o'tirmayman shunda. Hm? 608 o'zini ko'ringiz xato o'shada-da. A? O'shanaqa qilasiz, faqat oxirigacha qilmagansizlar. Tushunarli? Shuning uchun mana men sizlarga aytdim, shuning uchun 1 shu, 2 shu, 3 shu, 4 shu qilib yozdim. Xo'pmi? Yozish kerak edi. Savollar tushunmagan joyi, bitta boshdan tushuntirib boraman. Tushunmaganlarga. Diyor. Nima deymi? Bo'l, o'chiraman agar. O'chiraman. A?